Buxoro viloyati Romgan tumani Chandir mahalla fuqarolar yig'inida fuqarolarga uzoq muddatga ijaraga berilgan jami 10 gektar yer maydonlaridan 471, 473, 480 yer konkurslari amalga oshirilib, Mikrokreditbank aksiyadorlik tijorat banki Romgan bank xizmatlari tomonidan bir mahsulot tamoyillar asosida namunali loyiha amalga oshirilmoqda. Ushbu loyiha doirasida birinchi o'ringa Misoli Savdi, ikkinchi o'ringa Mushtaq Savdi yetishtirish orqali 33 ta fuqaroni ish bilan band qilib, ularning yillik daromadini 65-70 million oshirish maqsadi qo'yilgan. Aholi bilan bevosita ishlash uchun Romitan tomorqa eksport ishlab chiqarish korporativi tanlab olinib, ushbu korporativ mahsulotni ekishdan tortib to uni to'liq yetishtirgunga qadar yer egalari bilan birgalikda ish olib borish yo'lga qo'yilgan.